Assalomu alaykum. Bugungi darslarimizni boshlaymiz. 9-sinf jahon tarixi 2024-yilgi nashri 9-10 mavzular ko'rib chiqamiz. Agar ovozim eshitilayotgan bo'lsa, bildirib qo'ysalaringiz darsni boshlaymiz. Juda yaxshi ovoz eshitilayotgan bo'lsa, darsimizni boshladik. Demak, birinchi bo'lib biz ko'rib chiqamiz Germaniya imperiyasi. Germaniya imperiyasi 16-8-asrlardagi siyosiy tuzum haqida gaplashamiz birinchi. Imperiya tarkibi 15-16-asrlarda qaysi hududlardan iborat edi? German millati Muqaddas Rim imperiyasi hududi tarkibida bo'lgan. Muqaddas Rim imperiyasi esa 962-yil Ottoman tomonidan asos solinadi. Keyin Napoleon urushlari natijasida 1806-yilda tugatiladi. Muqaddas Rim imperiyasi tarkibida edi bu davrda German millati. Yevropa markazidagi keng hududlar aynan Germaniyaga tegishli edi yoki Muqaddas Rim imperiyasiga tegishli edi. Gabsburglarning meros mulklari Avstriya asosiy hudud bo'lgan. Bilamizki, Gabsburglar sulolasi Muqaddas Rim imperiyasini boshqargan 1437-yildan boshlab 1806-yilgacha Muqaddas Rim imperiyasini, keyinchalik 1867-1918-yillarda Avstriya-Vengriya imperiyasini ham boshqargan Gabsburglar. Bundan tashqari Chex taxtiga qarashli yerlar, Niderland yerlari va yana bir qancha hududlardan iborat edi. Imperiya 15-16-asrlarda. 16-asrda modernizatsiya jarayonlari, ya'ni zamonaviylashuv jarayonlari yuz berdi. Xususan, Germaniya hududida boshlangan edi. Martin Luther tomonidan 95 tezis, natijada protestantizm va isloh qilingan katolitsizm o'rtasidagi bir qancha mojarolar bo'lib o'tdi. Germaniya hududida eng katta urushlardan biri bo'lib o'tdi, 30 yillik urush masalan. Aholi o'rtasida intizom kuchaydi, lekin ya'ni o'sha individuallikni shakllanishi, ko'pchilikni savdo bilan shug'ullanishi va boshqalar aholi o'rtasida intizomning kuchayishiga sabab bo'ldi. Ta'lim keng yoyildi. Ta'lim ikki bosqichda boshlang'ich va universitet shakllaridan iborat edi. Yangi axloq normalari shakllana bordi. Yangi tabaqalar shakllanishi bilan Germaniya, nafaqat Germaniya, balki Yevropa hududida ham. Davlat qurilishi va boshqaruv haqida ko'ramiz. Demak, davlat organlari vakolatlari bu davrda kengaydi. Masalan, sud va soliq tizimi markazlashib bordi. Boj siyosatini amalga oshirish ishlari amalga oshirildi va muntazam armiya tuzildi bu davrda Germaniyada. Byurokratik apparat shakllandi, ya'ni davlat boshqaruv apparatlari shakllandi Gabsburglar sulolasi davrida. Absolyut monarxiyaga tayanchlar, amaldorlar, armiya shakllandi Germaniyada. Siyosat va dinning o'zaro aloqadorligi 16-17-asrlarda ko'plab davlatlar qatori Muqaddas Rim imperiyasida ham o'ta muhim. Ayniqsa Muqaddas Rim imperiyasi. Nima uchun desa, chunki davlat nomi ham muqaddas deyilishini sababi katolik oqimidagi Rim papasini homiyligi ostida tashkil etilganligi uchun ham Muqaddas Rim imperiyasi deb nomlangan edi. Barcha imperatorlar o'sha 962-yil Ottomandan boshlab imperatorlar deb e'lon qilinishi bu papalar bilan bog'liq edi. Papalar ularga toj kiydirib, imperator unvonini tayinlar edi va Germaniyada uzoq vaqtlar din qolgan davlatlarga nisbatan ancha hukmron edi bu davrda ham. Endi eng muhim voqea sodir bo'ldi. Germaniyaning ijtimoiy, Muqaddas Rim imperiyasining ijtimoiy tuzumiga ta'sir ko'rsatgan bu 30 yillik urush. 1618-1648-yillarda bo'lib o'tdi. Germaniyani asosan hududida bo'lib o'tdi va ushbu urush yakunida Vestfal sulhi tuzildi. Vestfal sulhiga ko'ra imperator alohida maqomdan mahrum bo'ldi. Imperiya tarqoqligi mustahkamlandi. Mamlakat 250 dan ortiq mayda knyazliklarga bo'linib ketdi. Imperiyaning ahvoli og'irlashib qoldi. Ushbu sulhga ko'ra Gollandiyani, Niderlandiyani mustaqil ekanligi ham e'lon qilindi masalan. Germaniya yagona davlat sifatida barham topdi. Imperator faqatgina ramziy jihatdan hokimiyatni saqlab qoldi. 18-asr. Imperator hokimiyati yanada kuchsizlandi 18-asrda.
Reyxstag va knyazlar vakolatlari kengaydi. Kuchli monarxiyalar sifatida quyidagi hududlar shakllana bordi. Asosiy gersogliklar Prussiya, Saksoniya, Bavariya va Gabsburg Avstriyasi muhim rol o'ynadi bu davrda, 18-asr boshida. Reyxstagning samarasizligi murakkab ovoz berish tizimi tufayli bu davrda ancha ahamiyatsiz bo'lib qoldi. Nima sababdan desa, chunki Germaniya ko'rib turamizki, turli gersogliklarga va katta-kichik o'sha 250 dan ortiq knyazliklar bo'linib ketdi. Natijada Reyxstagning qarorlari umumiy tus olmadi. Murakkab ovoz berish. Ichki siyosat 18-asrda Prussiya haqida gaplashamiz. Eng katta yutuqlarga erishgan, o'zi asli Brandenburg knyazligi bor edi. Brandenburg knyazligi o'rnida 1701-yilda qirollik tuzildi, Prussiya qirolligi. Prussiya qirolligini boshqarayotgan sulola esa bu davrda Gogenzollernlar sulolasi edi. Bu savol milliy sertifikatga tushgan. Nima deb tushgan desa, Prussiya qirolligi 1870-yil Fransiyani mag'lubiyatga uchratgandan keyin 1871-yil 18-yanvarda imperiya deb e'lon qilinadi. Shu davrda degan yozmasiga Germaniyani imperatori kim edi? Ya'ni o'sha 18-yanvar 71-yilda B'siga yozmasiga esa ushbu davrda Germaniyani boshqarayotgan sulolani aniqlang deb tushgan edi. To'g'ri javob Gogenzollernlar sulolasi, ya'ni o'sha Prussiyani boshqargan, undan oldin Brandenburgni boshqargan sulola. Juda muhim. Prussiyani birinchi qiroli, ya'ni Prussiya deb e'lon qilingandan keyin birinchi qirollardan deylik, Friedrich Wilhelm. Friedrich Wilhelm bir qirol askar laqabini olgan. U armiya va davlatni mustahkamlaydi. Manufakturalar quriladi uni davrida, chetdan mato olib kelish taqiqlanadi uni davrida. Friedrich Wilhelm bir hokimiyat tepasiga kelganda uni qo'shini bor-yo'g'i 38 ming kishi edi, lekin u hokimiyatni oxiriga kelib 85 ming kishilik qo'shin tuzishga muvaffaq bo'ladi. Uni vorisi Friedrich II davrida esa qo'shinlar soni 200 ming kishiga yetkazilib, bu Yevropa miqyosidagi eng katta armiyalardan biriga aylanadi va bu qo'shin yordamida keyinchalik hali aradan 100 yil o'tib 1870-yil eng katta Fransiya tarixida muhim rol o'ynagan, demak, ikkinchi imperiya ham mag'lubiyatga uchratiladi va Germaniya birlashtiriladi Prussiya tomonidan. Davom etamiz. Keyingi hudud bu Saksoniya kurfyursligi. Saksoniya haqida gaplashamiz. Imperiyadagi qudratli davlatlardan biri edi Saksoniya ham. Saksoniya faol tashqi siyosatdan voz kechdi. Uning o'rniga Prussiya va Avstriya o'rtasida vositachi bo'ldi. Bu davrda endi to'liq 18-asr Prussiya va Avstriya o'rtasida Germaniyani birlashtirish va yetakchi mavqeini aniqlash maqsadida turli kurashlar bo'lib o'tadi. Bu narsa to 1866-yilgacha davom etadi. 1866-yilga kelib Prussiya oxiri mag'lubiyatga uchratadi. Avstriyani va Prussiya atrofida Shimoliy Germaniya ittifoqi tuziladi. Bu haqida nasib bo'lsa yana ko'ramiz. Bu Otto von Bismarck nomi bilan bog'liq edi. Konstitutsiya tuziladi 66-yil va bu narsa davom etadi to Weimar sulhiga yoki Weimar konstitutsiyasi deylik, Weimar sulhi emas, 1919-yilgacha. Saksoniyaning yana muhim jihatlaridan biri jadal rivojlanish edi. Nima uchun Saksoniya boshqa hududlarga nisbatan jadal rivojlandi desa, chunki armiyaga sarf xarajat qilinadigan mablag'lar boshqa sohalar, masalan, savdo, sanoat, ishlab chiqarish, kapitalizmga nisbatan yo'naltirildi. Natijada juda ham muhim savdo obyektiga aylandi deyishimiz mumkin Saksoniyani. Xususan, Dresden shahri Elbadagi Florensiya nomi bilan mashhur bo'ldi savdo sotiqda. Elba daryosi bo'yida muhim rol o'ynagan Dresden. Undan tashqari Leipzig shahri ham savdoda muhim ahamiyatini saqlab qolib, u kichik Parij nomini olgan. Tushib qolish ehtimoli bor. Milliy sertifikat va attestatsiya imtihonlarida Elbadagi Florensiyani aniqlang yoki kichik Parij nomini olgan Germaniya shahrini aniqlang deb tushish mumkin. Yoki aksincha, Dresden va Leipzig kabi shaharlar qaysi gersoglik yoki kurfyurstlik tarkibida edi deb tushish mumkin. Bu Saksoniya bo'ladi. Keyingisi bu Bavariya. Bavariya hududini kengaytirishga intildi. Imperiya taxtiga da'vo qildi, lekin Ispaniya va Avstriya urushlari tufayli xarob holatga kelib qoldi
va imperiya taxtiga bo'lgan da'vosidan voz kechdi, tinch rivojlanish yo'lini tanladi. Bavariya. Avstriya esa bu tabiiyki hukmron edi bu davrda, to 1806-yilgacha Muqaddas Rim imperiyasida yetakchi edi. Ana endi iqtisodiy ahvol. Germaniya umumiy qoloq edi bu davrda qolgan Yevropa davlatlariga nisbatan. Asosiy sabab nima desa, bu siyosiy tarqoqlik, ya'ni mayda knyazliklarga bo'linish. 300 yillik urush ahvolni yanada murakkablashtirdi. Yagona ichki bozor vujudga kelmadi natijada siyosiy tarqoqlik natijasida. Dengiz savdo yo'llarini Atlantikaga ko'chishi quruqlik orqali o'tadigan yo'llarni yo'q qildi. Natijada Germaniyaning obro'si yana tushib ketdi. 300 yillik urushdagi mag'lubiyatni aytdik tabiiyki. Bundan tashqari o'sha Atlantika okeaniga ko'chishi va dengiz kashfiyotlari natijasida Amerikadan ko'plab oltin, kumush va boshqa metallarni olib kelinishi natijasida Germaniyani obro'si tushib bordi. Chunki Germaniyaning obro'si mis bilan bog'liq edi. Barcha davlatlar tanga pullarni misdan chiqarar, lekin Germaniyani misiga talab tushib bordi. Chunki oltin va kumush ko'payib borgan sari. Boshqa sektorlardagi ahvollar, xo'jalik notekis rivojlandi Germaniyada, bir xilda rivojlanmadi. Mis ishlab chiqarishda dunyoda birinchi o'rinda 15-16 asr o'rtalarida aytdik. Amerikadan oltin, kumushni olib kelinishi misni ahamiyatiga putur yetkazdi. Sanoat esa hali ham qoloq edi. Buni sababi manufaktura ishlab chiqarish faqat shahar bilan cheklandi, qishloqlarga yoyilmadi. Germaniyada manufaktura ishlab chiqarishi qishloq xo'jaligida talab ko'paymasligi tufayli natural xo'jalik hali ham hukmron edi Germaniya qishloq xo'jaligida. Lekin manufakturalar rivoji 18-asrda bir qadar rivoj topdi. Sex tizimi ustuvor edi 18-asr dastlabki 10 yilligida. 1731-yilda esa juda muhim hujjatlardan biri qabul qilindi. Bu hunarmandchilik ustavi. Hunarmandchilik ustaviga ko'ra shogirdlarga yengilliklar berildi, ayollar mehnatiga ruxsat berildi. Manufaktura turli shakllari vujudga keldi. Masalan, dastlabki manufakturalar tajribali va tajribasiz ishchilar, ayollar va bolalardan tashkil topgan bo'lsa, keyinchalik aralash manufakturalar tashkil topib, ular ancha muvaffaqiyatga erishdi. Tashkilotchilar va xususiy tadbirkor monarxlar tufayli manufaktura turlari shakllanib, kapitalistik munosabatlar oz bo'lsa ham Germaniyaga kirib kela boshladi. Bu davrda eng muhim markazlar to'qimachilik sohasida Berlin shahri bo'lsa, chinni ishlab chiqarishda eng muhim shahar Meysen shahri edi. Dengiz savdosiga Germaniya chiqishi qiyinlashib qoldi, lekin Leipzig shahri shimoliy savdo yo'lida muhim rol o'ynagan bu davrda. Savdo markazlari. Mana Leipzig va Gamburg xalqaro savdoda muhim o'rin tutgan, bu ham muhim shaharlarga e'tibor qaratish kerak. Boltiq dengizida g'alla savdosida esa Lyubek shahri alohida o'rin tutgan. Muammo esa dengizga chiqish yo'lining deyarli yo'qligi edi. Yana bir e'tiborli jihat shundaki, qolgan davlatlar dengizorti mustamlakalarga ega bo'lgan holda Germaniya bu davrda, ya'ni 17-18-asrlarda o'z mustamlakalariga ega bo'la olmadi. Buni sababi Gollandiya va Angliyaning bunga qarshiligi va kuchli dengiz flotini yo'qligi. Chunki dengizga chiqish yo'li deyarli yo'q edi bu davrda. Iqtisodiy ahvol haqida gaplashdik. Endi tarix fani uchun juda ham muhim bo'lgan xalqaro ahvol haqida gaplashamiz. Juda ham muhim ma'lumotlar bor. Ichki tarqoqlik tufayli kuchli davlatlar qo'lida qo'g'irchoqqa aylandi 17-asr ikkinchi yarmi. Ya'ni o'sha 300 yillik urush Vestfal sulhidan keyin Fransiya Germaniyaning bir qismini egalladi. Ya'ni Strasburg va Reyn daryosini chap qirg'og'ini egallab oladi. Dengiz savdosi golland kompaniyalari orqali olib bordi, ya'ni vositachilar yordamida amalga oshirilgan. Bevosita o'zi dengizga chiqa olmadi, dengiz savdosida muhim o'rin tutmadi, lekin muvaffaqiyatlar ham bo'ldi. Xususan, Usmonli turklarni to'xtatib qoladi. Vena ostonalarida 1683-yilda yagona qaror milliy qo'shin tuzilishi. Ushbu demak g'alaba Markaziy Yevropani bosqindan saqlab qolgan va muhim o'rin egallagan, chunki shu paytga qadar Usmonli turklarni Yevropa davlatlari deyarli mag'lubiyatga uchrata olmayotgan edi va ushbu mag'lubiyatdan so'ng Usmonli turklar Markaziy Yevropaga urushlarini to'xtadi.
1699-yil esa muhim sulh shartnomasi, ya'ni Karlovis tinchlik shartnomasi imzolandi. Turkiya, Vengriya, Transilvaniya va Xorvatiyani bir qismini tark etdi. Venger va Slavyan xalqlari turk zulmidan ozod bo'ldi, lekin ozod bo'lgan xalqlar Gabsburglar monarxiyasi zulmi ostida qoldi. Yakuniy holat. Milliy siyosiy birlik hali ham shakllanmagan edi Germaniyada. Yuzlab, ya'ni 200 dan ortiq, 250 dan ziyod knyazliklarni omonat birikmasi Avstriya tarkibidagi boshqa millatlarning farqli taraqqiyot yo'li, nemis millatining sekinlik bilan shakllanishi. Ha? Oz. Davom etamiz. Nemis millati sekinlik bilan shakllanishi davom etdi. Iqtisodiy jonlanish orqali yagona milliy bozor shakllandi. Germaniyaning tarqoqligi asosiy to'siq bo'lib qolaverdi, baribir rivojlanishda. Demak, birinchi mavzuni yakunladik. Agar hammaga ovoz eshitilayotgan bo'lsa, hech kimda savol bo'lmasa, keyingi mavzuga o'tsak ham bo'ladi. Marhamat. Agar ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Keyingi mavzuga o'tsak bo'ladimi? Juda yaxshi ovoz kelayotgan bo'lsa, agar davom etsak bo'ladi. Qo'l ko'targanlar bor ekan. Marhamat, qo'l ko'targanlarga so'z berildi. Fikrlaringiz bo'lsa, bemalol bildirishlaringiz mumkin yoki savollar bo'lsa ham yozishlaringiz yoki aytishlaringiz mumkin bo'ladi. Agar hech kimda savol bo'lmasa, biz davom etamiz qolgan joydan. Keyingi dars bu Rossiya. Knyazlikdan imperiyagacha 16-18-asrlar Rossiya tarixida juda muhim rol o'ynadi. Rus yerlarini birlashishi va davlat shakllanishi. Birlashish yakunlandi bu davrda. Markazlashgan davlat tashkil topib, Rus yoki Rossiya nomini oldi. Markazlashuv 16-asr boshlarida Moskva atrofida ro'y berdi. Moskva knyazligi atrofida Rossiya tashkil topib, hattoki Ivan IV Grozniy birinchi bo'lib Rossiya tarixida podshoh sar tojini kiydi. G'arbiy Yevropa qirollari bilan tenglashdi mavqei jihatdan. Ichki siyosatda Ivan IV Grozniyning asosiy maqsadi dvoryanlar tabaqasini kuchaytirib, boyarlarni zaiflashtirish, ya'ni yangi o'ziga xizmat qilayotgan dvoryanlarni kuchaytirish orqali eski zodagonlarni yoki yirik yer egalarini obro'sini nisbatan zaiflashtirish. Ivan IV muhim ishlardan biri 1549-yil Zemstvo sobori chaqirdi. Erkin aholi toifa vakillari yig'ilishi edi bu Zemstvo sobori. Unda sudebnik qonunlar to'plami tuzish haqida qaror qabul qilindi. Sudebnikka ko'ra dvoryanlarga yer mulk ajratish kerak edi Moskva uyezdidan, xususan 1000 nafar dvoryanga yer mulk ajratildi. Mahalliy o'zini o'zi boshqarish zemstvolar tashkil etildi. Qo'shimcha ravishda dvoryanlarni boyarlar sudiga berish taqiqlanadi. Yuriy kuni belgilanadi. Eski darslik bo'yicha, ya'ni bir krepostnoyda ikkinchisiga o'tish kuni bir kun, ya'ni 26-noyabr bilan belgilanadi. Ivan IV Grozniy o'z raqiblarini, ya'ni yirik boyarlarni yo'q qilish uchun qo'shin, ya'ni oprechninani tashkil etdi. Oprechninani maqsadi nima edi? Boyarlar hokimiyatiga zarba berib, yakka hokimlikni o'rnatish, mamlakat yerlarini katta qismini ajratib olish. Lekin Oprichnina siyosati
shafqatsiz terror va qatl surgun davri sifatida Rossiya tarixida qoldi. Ko'pchilik tabaqalar norozi bo'ldi. Ivan IV oprechniy siyosati tufayli Grozniy, ya'ni dahshatli, qo'rqinchli nomini oldi. Natija xo'jalikka juda katta talafot yetkazildi va 1572-yilda bekor qilindi. Shu joyiga bitta savol esimga tushib qoldi. Marhamat, agar kim bilsa aytishi mumkin. 1572-yilda Rossiya qaysi davlat bilan urushni yakunlaydi? Urush 1569-yilda boshlangan edi, adashmasam. Astraxan orqali haj masalasini hal qilish uchun shu davlat urush boshlaydi. Urushda bu davlat yengilsa-da, lekin Rossiya bu talabini qondiradi. To'g'ri, Usmoniylar davlati edi. Davom etamiz tushuntirishda. Ivan IV vafotidan keyin Ryurikovlar sulolasini yana bir vakili, ya'ni Fyodor Ivanovich keladi. Ancha kasalmand bo'lgan bo'lsa ham, bu inson demak 1589-yil vafot etgan bo'lsa, Ivan Grozniy to 1598-yilgacha 9 yil davomida boshqaradi, lekin Fyodor Ivanovichdan voris qolmadi. Shu tufayli Rossiyani boshqargan eng uzoq sulola, balki qolgan davlatlardagi ham eng uzoqlardan biri bo'lishi mumkin. 700 yildan ziyod boshqargan sulola o'rnligi yakunlandi. Demak, taxtga 1598-yilda Boris Godunov o'tiradi. Boris Godunov podsho etib saylandi, lekin Boris Godunov vafotidan keyin g'alayonlar davri boshlandi. Xuddi shu davrda Polsha va Shvetsiya Rossiyaning ichki ishlariga aralasha boshladi, hattoki Polsha Moskvani egallab oldi. Bu g'alayonlar davri sifatida tarixda qolgan. G'alayonlar davri qachon boshlandi desa, Boris Godunovni 1605-yilda vafot etishi bilan. Ozodlik kurashi. Xalq lashkari tashkil etildi Moskvada. Xalq lashkariga kimlar rahbarlik qilgan desa, mahalla oqsoqoli Kuzma Minin va sarkarda Dmitriy Pajarskiylar rahbarlik qildi. Ular 1612-yilda Polsha qo'shinini mag'lubiyatga uchratdi. Ular mag'lubiyatga uchragandan keyin Rossiya mustaqillikka erishdi qaytadan. 1613-yilda esa Zemstvo sobori chaqirildi. Zemstvo soborini chaqirishdan asosiy maqsad nima edi desa, bu qaysi sulolani yoki kimni Rossiya taxtiga o'tkazish, podshoni aniqlash. Zemstvo soborida Ivan IV Grozniyni xotinini qarindoshi bo'lgan Mikhail Romanov podsho etib tayinlandi. Shu tariqa Rossiya tarixida yana bir uzoq boshqargan sulolalardan biri Romanovlar sulolasi boshqardi. 1613-yildan 1917-yilgacha davom etgan shu sulola. Davom etamiz. Demak, ha. Demak, Romanovlar sulolasining birinchi vakili Mikhail Romanov bo'lsa, so'nggisi Nikolay II bo'ladi. U demak fevral inqilobi natijasida taxtdan o'zi voz kechadi. Keyingi rejaga o'tsak bo'ladi, Rossiyaning iqtisodiy rivojlanishi haqida. Iqtisodiyotda 17-asrga kelib yangi alomatlar paydo bo'ldi, ya'ni tovar ishlab chiqarish rivojlandi. Manufakturalar vujudga kela boshladi. Manufakturalar vujudga keldi. Qishloq xo'jaligida g'alla tovarga aylana boshladi. Bozor va kapitalistik munosabatlar haqida gaplashamiz. Uzr so'rayman, kimdir mikrofoni ochiq qolgan. Davom etamiz. Demak, shaharlar rivoj topa boshladi.
Savdo-sanoat markazlariga aylandi shaharlar. Butun Rossiya yagona ichki bozori tarkib topa boshladi. Kapitalistik munosabatlar asta-sekin bo'lsa-da, Rossiyada ham rivoj topa boshladi. Qishloq xo'jaligi va krepostnoylik. Rossiyaning eng asosiy sohasi bu agrar, ya'ni qishloq xo'jaligi sohasi edi. Qishloq xo'jaligi intensiv emas, balki ekstensiv xarakterda edi, ya'niki sifat emas, son jihatdan rivojlanish yo'lida edi. Lekin yangi ekinlar kirib keldi Rossiya qishloq xo'jaligida, masalan, tamaki, kartoshka va kungaboqar. Bu narsa 8-asr o'rtalarida ro'y berdi. Krepostnoylik zulmi 18-asr ikkinchi yarmiga kelib, Yekaterina II davrida kuchayib bordi va Yekaterina II davrida aynan dehqonlar urushi Yemelyan Pugachyov boshchiligida 1773-1775 yillarda sodir bo'ldi. Lekin ushbu qo'zg'olon Yekaterina tomonidan shafqatsizlarcha bostiriladi. Endi esa imperiyani shakllanishi. Rossiyada imperiyani shakllantirgan eng muhim hukmdor bu Pyotr I deyishimiz mumkin. Pyotr I Rossiya va Shvetsiya o'rtasidagi shimoliy urush natijasida 1721-yilda imperator deb e'lon qilinadi. Boltiq dengiziga chiqish huquqini qo'lga kiritadi va Rossiyada mutlaq monarxiya shakllanishi ham Pyotr I nomi bilan bog'liq. Keyingi bob tashqi siyosat va hududiy kengayish. Ivan IV davrida sharqiy yo'nalishda muvaffaqiyatlar erishildi. Xususan, sharqdan kelayotgan xavfni bartaraf etish hali ham Mo'g'ul xonligi, ya'ni Oltin O'rda parchalanib ketgan bo'lsa ham, uni vorisi bo'lgan bir qancha xonliklar Rossiyaga sharqda xavf solishi mumkin edi. Va ulardan biri 1552-yilda Qozon xonligi zabt etildi, 56-yilda esa Astraxan zabt etildi. Sibir xonligini bo'ysundirish aynan Ivan Grozniy davrida boshlanadi, lekin Ivan IV Grozniyga nasib etmaydi. Keyinchalik 1598-yilda Ko'chimxon vafot etgachgina Sibir xonligini bo'ysundiradi Rossiya. Bu taxminan Fyodor Ivanovich yoki Boris Godunov boshqaruv davriga to'g'ri kelishi mumkin. Ivan IV Grozniy davrida esa Yermak ismli kishi bor edi. U 81-84-yillarda qarshi kurashgan Sibir xonligiga, lekin halok bo'ladi. G'arbiy yo'nalishda esa muammolarga uchradi. Ivan Grozniy asosiy raqiblar Shvetsiya va Polsha edi. Livon urushi ro'y berdi Grozniy davrida. Rossiyani mag'lubiyati bilan yakunlandi Livon urushi va ushbu urushdan keyin Rech Pospolitaya degan davlat tashkil topgan. Bu davlat muhim rol o'ynagan. Aynan bizning tariximizda rivojlangan o'rta asrlar deyishimiz, lekin Yevropada rivojlangan o'rta asrlar emas, yangi tarix deyiladi. 15-asr oxiri, 16-asr boshidan boshlab. Keyin Moskva bosqindan ozod etiladi. O'sha aytdik 1612-yilda xalq lashkari tomonidan. Ukraina esa qo'shib olindi. Ukraina Rossiyaga qo'shib olinishi 1654-yilda qaysi so'rovlar davrida desa, bu Romanovlar so'rovlari davrida ro'y bergan. Polsha bilan 1667-yil sulh tuzildi. Ushbu sulhga ko'ra chap qirg'oq Ukraina hududi va Kiyev Rossiya tarkibiga to'liq qo'shib olindi. Pyotr I davrida esa eng katta gelishdi deyishimiz mumkin Rossiyani. Uni asosiy maqsadi kuchli harbiy dengiz flotiga ega davlatga aylantirish edi Rossiyani. U g'arbga yaqinlashish maqsadida yangi poytaxt Sankt-Peterburg shahriga asos solib, poytaxtni Sankt-Peterburgga ko'chiradi 1703-yilda. Shimoliy urush, aytdik, Shvetsiya bilan urush bo'ladi. Finlandiyaning Nishtad shahridagi sulhga ko'ra Rossiya Boltiq dengiziga chiqish huquqiga ega bo'ldi. 1722-yilda esa Kaspiy yurishi amalga oshirildi. Bu muhim, eski darslikda ma'lumot yo'q edi. Kaspiy dengizini g'arbiy qirg'og'i G'ilon, Mozandaron kabi bir qancha Rasht kabi hududda bo'ysundiriladi. Lekin keyinchalik Nodirshoh davrida ushbu hududlar Nodirshoh diplomatiyasi orqali jangsiz qaytadan Eron tarkibiga qo'shib olinadi. Bu haqida darslikda ma'lumot yo'q. Davom etamiz. Yelizaveta Petronova Yekaterina II davri. Ularning davrida asosiy yo'nalish yangi yerlarni o'zlashtirish va chegaralarni mustahkamlash edi. Tashqi siyosat esa bosqinchilik kayfiyatida davom etdi. Harbiy kuchga tayangan holda Rossiya 7 yillik urushda qatnashdi. 1756-63-yilda, lekin
Pavel Uchni boshqaruvi natijasida Rossiya g'alabaga erishgan bo'lsa ham ushbu g'alabasidan quruq qoladi. Rech Pospolita taqsimlandi. Yekaterina II davrida 3 marta taqsimlandi. 1772, 1793, 1795 yillarda yangi hududlar Kurlandiya, G'arbiy Belorussiya, Livoniya, G'arbiy Ukraina hududlari bosib olindi ushbu davrda. Rus millatining shakllanishi va madaniyati. Bu davr rus madaniyati juda muhim. Shakllana boshladi yagona millat sifatida. Madaniy aloqalar mustahkamlandi. Rus millatining shakllanishi iqtisodiy yuksalish bilan bog'liq. Til birligi vujudga kelib, mahalliy shevalar barham topa boshladi. 18-asrdan ta'lim rivojlandi. Maktablar ochildi. Matematika, navigatsiya, artilleriya, tibbiyot maktablari tashkil etiladi. Moskva va Peterburg shaharlarida fan va oliy ta'lim sohasida ham turli yutuqlarga erishildi. Xususan, Peterburgda Rossiya Fanlar akademiyasi tashkil topsa, Moskva universiteti tashkil etildi 1755-yilda Lomonosov tashabbusi bilan. Kashfiyotlar. Bering bo'g'ozi kashf etildi. Bering bo'g'ozi Amerika va Yevroosiyoni o'rtasida joylashgan eng kichik bo'g'ozdan biri hisoblanadi. Laptevlar ekspeditsiyasi esa Shimoliy Muz okeanini o'rganib chiqdi. Chelyuskin Osiyoning eng shimoliy chekkasini kashf etib, Chelyuskin burni deb nomlaydi. Texnik tadqiqot va ixtirolar. Birinchi bug' mashinasi 2 silindrli bug' dvigatelini ixtiro qiladi Polzunov. Ivan Kulib esa motorli kema, bir arkali ko'prik loyihasi, o'zi yurar aravacha, Yekaterina uchun lift, protez oyoq kabi ixtirolar amalga oshirgan. Qoloq krepostnoy Rossiyada ixtirolarga talab yo'qligi tufayli uncha ommalashmaydi ushbu kashfiyotlar. Adabiyot va san'at. Zamonaviy rus adabiyoti shakllana boshladi. Bu davr mashhur adiblari Derjavin va Fondizin, shuningdek mashhur masalchi Kirillovni misol qilib aytishimiz mumkin. Peterburg va Moskva shaharlarida me'morchilik ancha yuksaldi. Yevropa va milliy an'analar uyg'unlasha bordi. Rus milliy teatri ham aynan shu davrda shakllandi. Uning asoschisi kasbi savdogar bo'lgan Volk deyishimiz mumkin. Demak, ko'rib chiqdik bugungi mavzuni Germaniya va Rossiya. Agarda tayyor bo'lsalaringiz, darsni demak savol-javob qismiga ham o'tsak bo'ladi. Xo'p, savol-javobga tayyorlab bo'lsam, mikrofon ochib qo'ydim. Marhamat, qo'l ko'tarayotganlar fikrlaringizni bildirishlaringiz mumkin. Savol-javob qismiga o'tamiz, mayli. Xohlovchilar bo'lsa agar ovoz chatda savol-javob qilishimiz mumkin, bo'lmasa yozma ravishda javoblarni qayd etib borasizlar, men savol beraman. To'g'ri javob berganlarni qayd etib boramiz. Savol javob deb yozib qo'ydim. Shu yerga ostiga yozsalaringiz bo'ladi savollarni. Birinchi savol: 16-asr boshlarida Germaniya yerlari qanday siyosiy birlik tarkibiga kirgan va bu davrda imperiya tushunchasi asosan qaysi hududlarga nisbatan qo'llanilgan? Marhamat, javoblarni qoldirishlaringiz yoki ovozli chatda bildirishlaringiz mumkin. Qaysi hududga kirgan Germaniya tarkibiga siyosiy birlik sifatida? Agar variantlar ko'rinayotgan bo'lsa, bemalol yozib qoldirsalaringiz ham bo'ladi. Qaysi javob ekanligini testlarda. To'g'ri, Elzas Lotaringiyaga kirgan, undan tashqari yana turli hududlar. Masalan,
German millati muqaddas Rim imperiyasi tarkibida imperiya tushunchasi German nisbatli yerlarga nisbatan ishlatilgan, Niderlandiya hududlari kirgan. Ivan IV Grozniy davrida oprechniya siyosatining asosiy maqsadi nima edi? Ivan IV davrida oprechniya siyosatining asosiy maqsadi nimadan iborat bo'lgan? Ivan IV davrida aytdik. Noto'g'ri, krepostnoylik huquqini bekor qilish va dehqonlarga erkinlik berish emas. Krepostnoylik 1861-yil Aleksandr II tomonidan bekor qilinadi. Polsha va Shvetsiya bilan uzoq muddatli tinchlik sulhini tuzish bu ham to'g'ri kelmaydi. Butun Rossiya yagona ichki bozorini shakllantirish, manufakturalarni rivojlantirish. Hali manufakturalar Rossiyada bu davrda shu ma'lumotlar yo'q edi. Asosiy bu yerda to'g'ri javob boyarlar hokimiyatini zaiflashtirib, podshoning yakka hukmligini mustahkamlash edi. Davom etamiz. 1648-yilgi Vestfal sulhi muqaddas Rim imperiyasining siyosiy holatiga qanday ta'sir ko'rsatdi? Imperator hokimiyatini mustahkamlab, Germaniya yagona markazlashgan davlatga aylandi. Javob to'g'ri keladi. Boyagi javobga to'g'ri javoblar kelgan ekan. To'g'ri, variantlarni kuchaytirish javob kelgan ekan. Demak, bunisi savolimizda yana qaytib o'qib eshittirishimiz mumkin. Vestfal sulhi muqaddas Rim imperiyasi siyosiy holatiga qanday ta'sir ko'rsatdi? To'g'ri, maqomini tushirdi, zaiflashtirdi. To'g'ri. Imperiyaning siyosiy tarqoqligi uzoq davrga mustahkamlab qo'yilgan ushbu sulh tomonidan. Rossiya iqtisodiyotida qanday yangi jarayonlar 17-asrda kuzatila boshlandi? Demak, Amerikadan keltirilgan oltin tufayli mamlakat iqtisodiyot tanazzulga yuzda. To'g'ri keladimi bu javob Rossiya uchun? Germaniya uchun bo'lsa, balki to'g'ri kelishi mumkin edi. C deyilgan ekan. Demak, to'g'ri javob tovar ishlab chiqarish rivojlanib, butun Rossiya yagona ichki bozori shakllana boshladi. C javob emas, C degan ekan. Demaklardan biri. Davom etamiz. Keyingisi 18-asr Rusiya qiroli Friedrix Vilhelm I qanday siyosati uchun qirol askari laqabini olgan? Javob tashqi siyosatdan voz kechib, Habsburglar va boshqa knyazliklar o'rtasida vositachilik qilgani uchun. B. Mamlakat armiyasini va harbiy sanoatni keskin mustahkamlaganligi uchun. Dresden va Leipzig shaharlarini madaniyat va san'at markaziga aylantirganligi. D. Javob Avstriya va Ispan taxti uchun bo'lgan urushlarda mamlakat xarob ahvolga solgani uchun. To'g'ri javob qaysi bo'ladi? To'g'ri, B javob bo'ladi. Endi shu yerda yana savollar ko'p. Nima savol desa, qaysi gersoglik yoki kurfürstlik tashqi siyosatdan voz kechib, Habsburglar va boshqa knyazliklar o'rtasida vositachilik qilgan? Bu qaysi gersoglik edi? To'g'ri, B javob deb ko'pchilik belgilagan ekan. To'g'ri. Mana endi Masuda Rahmonova to'g'ri, Shahodat Abdusalimova to'g'ri. Bu Saksoniyada, ya'ni tashqi siyosatda faollikdan voz kechib, Habsburglar va Prussiya o'rtasida vositachilik. Endi yana savol shu variantlar ichidan. Avstriya va Ispaniya taxti uchun kurashlarda mamlakat xarob ahvolga tushib qoldi. Gap qaysi gersoglik haqida? Qaysi gersoglik haqida? Ispaniya va kimdir so'ragan ekan, marhamat. Avstriya va Ispaniya taxti uchun bo'lgan urushlarda mamlakat xarob ahvolga tushib qoldi. Gap qaysi gersoglik haqida? To'g'ri. Bavariya haqida. Bavariya oxiri tinch yo'l bilan muammolarni hal qilishga yetadi. Davom etamiz. Pyotr I hukmronligi davrida Rossiyaning tashqi siyosatidagi eng muhim yutuq nima bo'ldi? Eng muhim yutuq qaysi? Variantni ham yozib ketsangiz bo'ladi, xohlovchilar. 7 jahondan ustod bo'lmaydimi? Hozircha 9 jahon. 7 jahon bo'yicha tashkillashtirishimiz mumkin keyin.
Demak, eng muhim bu yerda to'g'ri javob Shimoliy urushdagi g'alaba natijasida Boltiq dengiziga chiqish huquqini qo'lga kiritdi. Keyingi savol: Qozon va Astraxan xonliklari zabt etildi qaysi rus podshosi davrida? Testga tushib qolishi mumkin. Demak, qaysi shaxs davrida Qozon va Astraxan bo'ysundirildi? Qaysi hukmdor, qaysi monarx? To'ppa-to'g'ri Ivan IV yoki Ivan Grozniy. To'ppa-to'g'ri. Davom etamiz. Undan keyin Rech Pospolitani bo'lib olish qaysi hukmdor davrida yuz berdi? Rech Pospolitani bo'lib olish Rossiya tarixida qaysi hukmdor davrida yuz bergan? Rech Pospolitani bo'ysundirish bu Rossiya tarixida muhim rol egallagan. Bu bilan demak bizani mamlakatimiz Buxoro amirligidan elchi Ernazariyga uchrashgan. Ma'lumot sifatida Astraxan orqali borish masalasini, Istanbulga borish masalasini hal qilgan. To'ppa-to'g'ri Husanboy Ataxonov to'g'ri javob berdi. Demak, Yekaterina juda muhim rol o'ynagan, Rossiya tarixida ancha hududlarni bosib bo'lgan, Yemelian Pugachov isyonni bostirgan. Germaniya iqtisodiyoti Angliya, Fransiyadan ortda qolishining asosiy sababi nima edi? Demak, protestantizm islohotining muvaffaqiyatsizligi, mamlakatda mis zaxiralarining tugab qolishi, Usmoniylar imperiyasi bilan doimiy urushlar, siyosiy tarqoqlik va yagona ichki bozorning yo'qligi. Eng to'g'ri javob qaysi bo'lishi mumkin? Eng to'g'ri javob Germaniya iqtisodiyoti nima sababdan Angliya, Fransiya bilan ortda qoldi? Usmoniylar bilan urushlar ham 100% to'g'ri yoki 100% noto'g'ri deyishimiz xato. Usmoniylar bilan urush ham bo'lib turgan, lekin eng asosiy sabab bu siyosiy tarqoqlik. Chunki mamlakat siyosiy tarqoqligi, yagona bojxona tizimi yo'qligi, yagona pul birligini joriy etilmaganligi, yagona boshliq yo'qligi tufayli mamlakatda siyosiy tarqoqlik va ichki bozor yo'q edi. Shu Usmoniylar bilan doimiy urushlar bo'lib turgan, bu ham to'g'ri. Usmoniylar nechinchi yilda mag'lubiyatga uchratildi? Vena ostonasida. Usmoniylar qachon Vena ostonasida mag'lubiyatga uchratildi? To'g'ri. 1683-yilda. Ushbu davrda Germaniyani qaysi rol boshqarayotgan edi? Ya'ni Vena ostonasida 1683-yilda Usmonli turklar mag'lubiyatga uchratilgan paytda Germaniya hukmron sultonlarni aniqlang deb tushib qolishi mumkin. Bu qaysi rol bo'ladi? 1683-yil yoki 2-asr deylik. Roman fassolasi, demak 1683-yil Roman fassolasi hukmron qilayotgan edi. To'g'ri, faqat Rossiyada, Germaniyada qaysi sulollar hukmronlik qilayotgan edi dedik. To'g'ri, Habsburglar sulolasi hukmronlik qilayotgan edi. Juda yaxshi. Habsburglar sulolasining yillari nechinchi yil edi? Kim yozadi? Marhamat. To'g'ri javob berishingiz mumkin. Habsburglar sulolasi qachon? To'g'ri. Demak 1437-yildan 1806-yilgacha hukmronlik qilgan. Mamlakatda misni ishlab chiqarilishi juda muhim rol o'ynagan dedik Germaniyada. Endi savol, nima sababdan Germaniya misini obro'si tushib bordi? Sabab nima edi? Nima uchun misga bo'lgan talab tushib bordi? Germaniya misini obro'si ham ushbu talab tufayli tushib bordi. Chunki sabab To'g'ri. Amerikadan oltin va kumushni juda ko'p miqdorda olib kelinishi misni obro'sini tushirib yubordi. Keyingi savol: Rossiyada Ryuriklar sulolasi hukmronligi qanday voqeadan so'ng barham topdi? A javob: Ivan Grozniy oprichnikni bekor qilgandan so'ng. B javob: Boris Godunov Zemstvo sobori tomonidan podsho etib tayinlangandan so'ng. Podsho Fyodor Ivanovichning farzandsiz vafotidan so'ng, Kuzma Minin va Dmitriy Pajarskiylar Moskvani ozod qilgandan so'ng. To'g'ri javob olasangiz variantga o'zib keting, xohlasangiz aytishingiz mumkin.
Demak, to'g'ri javob rostdan ham demak C javob bo'ladi. Ya'ni Fyodor Ivanovich farzandsiz vafot etadi va Ryuriklar sulolasi Rossiya tarixida tugaydi. Endi shu joyda yana savol ko'rib chiqishimiz mumkin. Ivan Grozniy oprechniklarni qachon joriy qilgan va qachon bekor qilgan? Yillari nechinchi yilda edi? Nechanchi yil oralig'ida oprechniklar mavjud bo'lgan? To'ppa-to'g'ri. Demak, 1565 mavjud bo'lgan. 1572 yilda yakun topgan oprechniklar siyosati. Oprechniklar siyosati tufayli Ivan IV qanday nom olgan? Ivan IV oprechniklar siyosati tufayli qanday nom olgan? To'ppa-to'g'ri. Dahshatli, ya'ni Grozniy nomini olgan. To'g'ri, 1572. Grozniy to'g'ri. To'g'ri. Davom etamiz. Fyodor Ivanovich to'g'ri javob. 700 yillik Ryuriklar sulolasi barham topdi. Keyingi savol: Germaniyada aralash manufakturalar muvaffaqiyatini faoliyat yuritishiga sabab nima edi? Ular faqat chet el bozorlari uchun ishlagan, ichki bozorda raqobatchilar bo'lmagan, mahsulot qismlarini mayda hunarmandlar yasab, yig'ish tadbirkorlar ustaxonasida amalga oshirilgan. Ular faqat tajribali hunarmandlar bo'lgan. Ular faqat monarxlar tomonidan tashkil qilingan va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlangan. Qaysi to'g'ri bo'ladi? D deyilgan ekan. Xo'p, bezovta o'sib beramiz. To'g'ri javob B. Mahsulot qismlarini mayda hunarmandlar yasab, yig'ish tadbirkorlar ustaxonasida amalga oshirilganligi uchun. 18-asr oxiriga kelib, Rossiya, Prussiya va Gabsburglar monarxiyasi o'rtasida bosib olingan davlat qaysi? 18-asr oxiriga kelib, Rossiya, Prussiya, Gabsburglar monarxiyasi o'rtasida bosib olingan davlat qaysi? Shvetsiya Pospolita, Usmoniylar va Saksoniya Kurfyursligi. Qaysi javob? To'g'ri, ko'pchilik javob degan Rech Pospolitaniya yoki Rech Pospolita degan bo'ladi qisqa qilib. Eski darslarda Rech Pospolita nomi bilan kelgan edi. Davom etamiz. 1699-yilgi Karlovis tinchlik sulhi Markaziy Yevropa uchun asosiy ahamiyati nimadan iborat edi? Asosiy ahamiyati. Fransiya Ren daryosi bo'yida gegemonlikka barham berdi ushbu shartnoma. Javob B. Venger va Slavyan xalqlari Gabsburglar monarxiyasi zulmidan ozod qilindi. C. Javob Muqaddas Rim imperiyasi Boltiq dengizidagi shaharlarni qaytarib berdi. D. Markaziy Yevropani Usmoniylar bosqini xavfidan saqlab qoldi. Ko'pchilik D degan ekan. To'g'ri. Demak, ushbu Karlovis tinchlik sulh shartnomasiga ko'ra qaysi hududlar o'tadi Germaniya ixtiyoriga? Qaysi hududlarni tashlab chiqib ketishga majbur bo'ladi Usmonli Turklar imperiyasi 1699-yil Karlovis sulh shartnomasiga ko'ra? To'g'ri. Transilvaniya, Xorvatiya, Vengriya hududlari to'g'ri. To'g'ri. Ushbu hududlar aynan tashlab chiqib ketishga majbur bo'ladi Usmonli turklar. Keyingi savolga o'tamiz. Lomonosov tashabbusi bilan 1755-yilda qaysi muhim ilmiy ma'rifiy muassasaga asos solindi? Lomonosov tashabbusi bilan 1755-yilda qaysi muhim ilmiy ma'rifiy muassasaga asos solindi? To'g'ri javob o'tib ketsangiz ham mayli. To'ppa-to'g'ri. Demak, B javob bo'ladi. Moskva universiteti. To'g'ri. Moskva universiteti asos solingan 1755-yil Lomonosov tomonidan. 18-asr Rossiya qishloq xo'jaligi uchun qanday xususiyat xos edi? 18-asr Rossiya qishloq xo'jaligi uchun qanday xususiyat xos edi? Krepostnoylik zulmining kuchayishi, yangi hududlarga yo'yilishi,
Asosiy e'tibor g'arla o'rniga tamaki kartoshka kabi yangi ekinlarga qaratilishi, yangi texnologiya mexanizatsiyalarini joriy etish, intensiv rivojlanish, dehqonlarning to'liq erkinligi, xususiy fermer xo'jaliklarining paydo bo'lishi. Qaysi javob? B degan ekan. Xo'p. Demak, g'alla o'rniga tamaki va kartoshka kabi ekinlar ham yetishtirilgan, bu ham to'g'ri. Lekin krepostnoy zulmi 18-asrda kuchayib bordi. Xususan, Yelizaveta Petrovna Yekaterina II davrida krepostnoy zulm juda ham kuchaydi 18-asrda. 18-asr o'rtalariga kelibgina tamaki va kartoshka kabi yangi ekinlar paydo bo'la boshladi, lekin asosiy e'tibor g'alla bo'lib qolaveradi har bir ham. Davom etamiz. Quyidagilardan qaysi biri 16-18-asrlarda Germaniyaning xalqaro savdodagi mavqeini pasaytirgan omil emas? Ya'ni quyidagilardan qaysi biri Germaniyaning savdodagi mavqeini pasaytirmagan? Qaysi javob bo'ladi? To'g'ri javob. Javoblarni o'qiyman. A javob: dengizga chiqish yo'lini deyarli yo'qligi va port shaharlardan ayrilish. B. Amerikadan oltin va kumushning ko'p miqdorda keltirilishi. C. Dengiz savdo yo'llari Atlantika okeaniga ko'chishi. D. Yevropada birinchi chinni manufakturasi Meyson shahrida ochilishi. To'g'ri. D javob bu ta'sir qilmaydi. Xo'sh, endi davom etamiz. Elbadagi Florensiya nomini olgan shahar qaysi? Elbadagi Florensiya. Oz qo'ydim. Elbadagi Florensiya nomini olgan shahardan bu to'g'ri Dresden shahri. Yana shunga o'xshash savol bor. Kichik Parij nomini olgan shahar qaysi? Kichik Parij. To'g'ri, Leipzig shahri. Leipzig va Dresden shaharlari qaysi gersoglik tarkibida bo'lgan? Yoki qaysi kurfyurstlik tarkibida bo'lgan? Leipzig va Dresden shaharlari qaysi gersoglik tarkibida bo'lgan? To'g'ri, Saksoniya gersogligi tarkibida bo'lgan. Saksoniya, to'g'ri. Keyingi savol, shaharlardan yana savol bor. Masalan, Meyson shahrida chinni ishlab chiqarilgan bo'lsa, eng muhim to'qimachilik markazi qaysi shahar edi? To'g'ri, Berlin shahri edi. Qaysi davlat qiroli qirol askari unvonini olgan, qat'iy tartib o'rnatilgan, oddiy askarlar dushman o'qidan emas, balki kapralni tayog'idan qo'rqishi kerak degan ibora paydo bo'lgan shu davlatda. Juda ham harbiy davlat bo'lgan Germaniya gesoglari ichida o'ta muhim davlat. Demak, bu ko'pchilik Friedrich degan, to'g'ri, Friedrich Prussiya gersogligi haqida gap ketgan, to'g'ri, Friedrich bir davrda boshlanadi. Friedrich II davrida esa mamlakatda qo'shinlar soni necha kishiga yetkazildi? Juda ham ko'p ming kishilik qo'shin tuziladi Friedrich II davrida. To'g'ri. Friedrich I 85 ming, Friedrich II esa 200 ming kishilik qo'shin tuzadi. Bundan keyingi savollardan yana berishimiz mumkin. Germaniyaliklar qaysi davlat savdogarlari yordamida yoki o'shalarning vositachiligi yordamida dengiz savdosini amalga oshirgan? Qaysi davlat savdogarlar ko'magida dengiz savdosida qatnashgan nemis savdogarlari? To'g'ri, Gollandiya bo'ladi. Juda yaxshi. Ivan Kulibin qanday ixtirolar amalga oshirgan Rossiya tarixida? Ivan Kulibin juda muhim ixtirolar amalga oshirgan. Rus Leonardo da Vinci nomini olgan, hattoki ixtirolar. Masalan, nimani ixtiro qilgan Ivan Kulibin?
Masalan, lift ixtiroqlari Ekaterina uchun. To'g'ri, lift ixtiroqlari. Bundan tashqari Sunna. Shu. To'g'ri, texnik ixtirolar amalga oshirilgan to'ppa-to'g'ri. Rossiya tarixida muhim rol o'ynagan masalchi kim? Rossiya tarixida eng muhim rol o'ynagan masalchilardan biri. To'ppa-to'g'ri. Krylov Rossiya tarixida muhim rol o'ynagan masalchilardan biri. Keyingi savol, rus aktyorlarni tarbiyalashda muhim rol o'ynagan savdogar kim edi? Rus aktyorlarining bir avlodini tarbiyalagan savdogar bu to'g'ri Volkov. To'g'ri Volkov edi. Amerika va Osiyoni bog'lagan yo'l rus geograflar tomonidan kashf etildi. Bu qaysi bo'g'oz edi? Ya'ni Osiyo va Amerika qit'alari o'rtasida joylashgan bo'g'oz. Dardani Bosfor yoki Bering bo'g'oz qaysi bo'g'oz bo'ladi? To'g'ri. Bering bo'g'ozi kashf etiladi. Chelyuskin nima ish qilgan? Tushunmoqli, Ninashi bu tarafdagi uch xil masalan Krilovdan asarlari juda yaxshi. Masura Rahmonova, Bering to'g'ri. Chelyuskin nima ish qilgan yoki qaysi hududni kashf etgan? Chelyuskin ekspeditsiyasi ham juda muhim. To'g'ri. Chelyuskin Osiyoning eng shimoliy chekkasini kashf etgan. To'g'ri. Chelyuskin burni desak ham to'g'ri bo'ladi, to'g'ri. Bundan tashqari yana bir kishi bor. Bu Xariton Laptev. Laptevlar qaysi hududni o'rgangan? Laptevlar ekspeditsiyasi qaysi hududni o'rgangan? Xariton Laptev. To'g'ri. Demak, shimoliy Muz okeanini o'rgangan, to'g'ri. Testda tushsa nima deb yozish kerak? Misol uchun Chelyuskin testda qanday tushishi mumkin? Misol uchun testga original yozmasi bo'yicha bittalik javob ko'p holatlarda qo'llanadi, uzun tushmaydi ko'pincha holatlarda. Tushgan holatlarda ham misol uchun tushib qolsa Chelyuskin burun deb bo'lsangiz ham to'g'ri olishga majbur bo'ladi ular. Testga masalan Osiyoning eng shimoliy burni kimlar kim kashf etgan yozmasiga tushishi mumkin. Agarda tushsa bu Chelyuskin deb yozish to'g'ri keladi. To'g'ri, Murmanskdan Chukotkagacha Laptevlar ekspeditsiyasi o'rgangan edi. To'g'ri. Juda yaxshi. Bugungi dars bo'yicha qisqacha savol-javob va tushuntirish darslarini agar kimda savol bo'lmasa yakunlaymiz. Agar kimda savollar bo'lsa, marhamat berishlaringiz mumkin. Mikrofon ochib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Xohlovchilar. Marhamat. Agar xohlovchilar bo'lmasa, darsimizni yakunlaymiz. Dars haqida fikrlaringizni qoldiringlar, bizlar uchun muhim. Agar biron bir kamchilik bo'lsa, shuni aytsalar, uni to'g'rilashga biz qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Yoki takliflaringiz bo'lishi mumkin. Shularni yozib qoldiring, biz albatta javob berishga harakat qilamiz. Agar hech kimda savol bo'lmasa, darsda yakunlaymiz.